Uchxonaga Tsalkovskiy ko'cha, xullas Nikitina, JK Nikitina rezidensiyasiga kelganman. 3 xona, 2-etaj, yangi remont ichida mebel texnikalar bilan 72 kvadrat, o'zini parkovkasi, xullas joy yo'li o'zi. Endi ichlarini ko'rsataman sizlarga. 2-etaj, 3 xona aytganimdek remontlar bilan stroyniy qilib qo'yishgan. Xo'p, mana hojatxona. Chiroyli remontlarni did bilan qilishdi. Mana garderobni ham qilib qo'yishibdi. Bemalol kiyimlarni qo'yaverasizlar. Xo'sh, mana bu yog'imiz mana sanuzil, mana bu yoqda ham ikkita sanuzil desa bo'ladi. Xo'sh, mamitimiz mana как zal remontlarni ko'ryapsizlarmi? Patologlari ham baland, chiroyli обставить qilib qo'yishgan. Bu yog'imiz mana kuxnya. Mana ja qulay, shunda tayyorlaysizlar. Shunda mana bu o'tirib yeb ichib, televizor ko'rib, ortiqcha oshxonaga chiq, zalga bor, bu yoqqa kel demaysizlar. Endi mana spalnilarni ham ko'rsat mana. Kiruvchi katta oyna. Mana o'zini stroyniylari bilan. Mana bu yog'imiz mana detskiy xona ekan. Bu yoqni ham tayyor qilib qo'yishibdi. Remontli ham jaddid bilan chiroyli. Ortiqcha narsa yo'q. Kirgan odamga yoqadi. Xullas, narxini 135 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Yo'l yuzida, bu yog'i parkinskiy, bu yog'i chiqib turasizlar yana. Tamom.